cho'g'irma juda ham katta tarixga ega. Bu qaysidir ma'noda status deydi, erkaklikni bildiradigan bir, hattoki yerga qo'yish mumkin emas. Lekin o'sha paytda bu cho'g'irmadan juda ham ko'p foydalanishgan. Birinchidan bu yozda salqin tutuvchi bosh kiyim hisoblanadi, qishda esa issiq tutuvchi. Va mana bunda bo'lagam etib ko'rganda ko'zimizni changlardan saqlash uchun bundan tashqari yostiq vazifasini ham bajargan. Ya'ni boshimizni qo'yib o'sha paytda karvonlarda o'tgan nimalar boshini qo'yib ham nima qilgan. Endi buni rangiga keladigan bo'lsak, oq rangi ko'proq statusi baland, ya'ni martabasi ulug' bo'lgan insonlar kiyishgan. Oddiy hayotga esa qora, ya'ni jigarrang ranglarni kiyishgan. Uni balandlik pastiga qarab yoshini aniqlashgan. Ya'ni qanchalik cho'g'irma keng, katta bo'lsa, shunchalik yoshi katta. Yoshroq bo'lsa, yoshroq uylanmagan hattoki nimada kiyishgan bo'lgan. Shu darajada bu muhimlik darajasi bo'lganki, hattoki farzandlari kimdir yoki o'g'irlik qilsa yoki nima qiladigan bo'lsa, o'sha insonni ota-onasi cho'g'irmasi olib qo'yilgan. Ya'ni cho'g'irmasiz bo'lgan erkaklarga bu juda ham yomon isnod ko'ringan. Uning uchun va yo'qotib qo'yish ham mumkin emas bo'lgan. Chunki yo'qotib qo'ysa bu juda ham katta halokatga olib keladi. Tarixi juda katta. Shunaqa gapni aynan cho'g'irmasiga qarab insonni necha yoshda ekanligini, mavqei qanaqa ekanligini va u hattoki o'sha ommani ichida unga qachon so'z berilishi kerak ekanligini cho'g'irmadan qarab bilishgan ekan. Qarang, qishda ham, yozda ham bemalol kiyib ketaversa bo'ladi, to'g'rimi? Albatta.